Assalomu alaykum, ijtimoiy tarmoqda bizni kuzatib boruvchilar. Yana bir darvozamiz, Afsona Hasan darvozamiz Farg'ona shahriga o'rnatib oldik. Darvozamizni materiallar usulli variantida 2 lilis 2 qavat 2 ta oyoqlarda ishvelarlar, 12 lilis rossiyskiy ishvelar. Mana bu cho'llarga kursiz portlar turishligi uchun hassalarni chiroyli qilib, oralarga qoralardan chiqib, mana qora glansli qilib, qora joyini sepib berdik. Ko'rib turibsizlar, darvozamiz yo'parasidagi imoratda aks urib turibdi. Inshaalloh devor kraskalarimizdan hammasi cho'tga chiqar. Bu devor kraskalarimizni rangiga spesialniy bosh qotirib, cho'tkilab tayyorlangan. Mana Xudo xolasa ranglari juda betakror rangli chiqdi. Xudo xolasa inshaalloh O'zbekiston bo'ylab dastlab kurslarimiz bor, aloqaga chiqamiz. Xonadonimizga yana kichkina kalitga qo'yib berganmiz. Atterni kalitga mana ko'rishingiz mumkin. Kalitlarimiz ham cho'tga chiqdi. Xudo xolasa aloqaga chiqishadi.